Üçko'yluq do'kon ochamiz deganlar mush Akukular degan mush marketnikini aytganlar. Boshqa do'konlarni ichib, undaq igizpas oldikayni mablag' sap tekilinib yurmanglar. Uni qilgandan ochmayli qo'yinglar bo'ldi. Shuning bilan mush Akukular 3 yillik shirkatining Akila degan odam mush Samikam shu. Bosh qurg'uvchisi, bosh direktor shu. Shuning bilan bugun bu nima temada so'zlaymiz deganda o'sha Akukular 3 yillik do'kon to'g'riliq bir so'zlab boqamdoq. Men sizdan so'raysiz, javob bersangiz. Nima desam shuni rost gapirsiz lekin. Bo'ladi. Mushu Akukular 3 yillik shirkati, yana mushu do'konni ichayotganlar bor. Hamma ichyapman, opam dadamlar ichyotadi. Mushu do'konga hamda men shaxsan so'rsam, u yerda bu yerda taxminan Shinjongda 1,5 mingdek do'kon ichilib bo'ldi, ha. O'sha 1,5 mingdek do'konning ichida boshqa sizlarning do'konning emas, sizlarning shirkatning emas mollar bormi? Mushu nurg'un do'konlar bizniki Akukular 3 kunlik deb ochdi. Ochgandan keyin ba'zan bir do'konlarninki hamda izib qilish ahvollari bor, shunday sirtdan azon mollarni silib oladigan ahvollar bor. Haqiqatan bor. Men ko'rdim, men angladim. Boshqa yerdan izlab keladi ekan do'koniga. İzlab kelib, ha, sizlar bu do'konni ichibsizlar. Men falon shirkatning men bilan tang ishga beringlar. Ha, masalan, sizlar buni bizning do'konda 3 qo'y bo'lsa, sizlar Akukularning shirkatidan 1,5 qo'y yo 2 qo'yga akirsizlar. Men sizlarga buni 7 mo yo 8 modan berman, deydi. Qarsa ham yer o'xshashda qildi, lekin yana bir yerlardan yana chenib turdi Kamolning sufitining bir yerlari. To'g'ri. Shunami? Siz mushning qana qaraysiz? Ashta qilsa bo'lamdi. Hamma shaxsan men ashta qilsam bo'lamdi. Masalan, men azan yerdan berib qolsa, azan kango men bu Samikamdan olsam manchi pulini olaman, lekin o'xshashga boshqa yerdan men azan olay deb qilsam. Akukular shirkatimiz hozir shu biz davomli taraqqiyot bosqichida ham bizningki maqsadimiz, masalan, mening sizning maqsadingiz nima bundan keyin deb so'rasangiz, men Shinjong hozirda shu muqim 3 kunlik do'konni barpo qilish hamda nurg'un odamninki balkim pul tepish bo'lishi mumkin, albatta bizning pul tepish, lekin taraqqiyot bir qo'limizda. Pul tepish bir qo'limizda, ma'lumotimiz. Shunga nurg'un do'stlar shu bizningki Akukular 3 kunlik deb ularni ayt qiziqib ochdi, ochgandan keyin bayam siz degandek shunday sirtlarni ham bu do'konchilar izlaydi. Voy, Akukular 2 qo'yganini men 1 qo'yirman. 1,5 qo'yganini 5 mo'cham berman yo 8 mo'cham berman degandek shunday ahvol bo'lgandan keyin bu do'konchilar buni izib yiqib bu jiq payda qildi ekan menga deb shunday taqilib qolgan do'konlar bak jiq. To'g'ri. Oshliq deydigan yurak so'zini men davosam bo'lamda. Bo'ladi. Sizlar mashtaq ochadiganni ichib, bizning gapimiz kirmay o'zinglar bilganlarni qilib, oxiriga berib o'zimiz bizda og'irinib, yana uni qilib badanglar buni. Ashtaq qilgan deb yo'qilib bir ochmisga deyman ashtaq do'konni. Hozir asosligi ham shu Shinjong hozirda Akukular 3 kunlik do'konlar ichiladi. Ichilgandan keyin ham atrofdan shu boshqalar ham bu do'konni ozdirish, azam beramiz degandek ahvollar nurg'un do'konchilar ham shu ziyon patqiga betib qolayotgan ahvollar bak ig'ir. Bular bu bir ziyon bo'lgandan keyin qaytlabdan yana o'zini ruslab turish, chunki hamma odam o'zininki topgan puliga ochadiganlar bor, nurg'unlar hamda qarz yeb ochadiganlar bor. Shunga bu bir ziyonga betib olgandan keyin o'zini o'ngshayolmay, shuni bilan shu ziyon patqiga betib qolgan ahvollar nihoyat ig'ir bo'ladi. Shunga shu do'stlar deydiganimiz Akukular shirkati agishib ishini bu do'konni ochdingizmi cho'qim shu shirkatning yetaklashiga moslashishimiz kerak. Siz bu do'konni ichib ham so'dingiz yaxshi bo'ladi. Bara so'dingiz chiqib ketadi. Buningki ahvoli nadnagicha bu hammamizning ko'ngliga ayon. Shunga shu sirtdan mal solgan ahvolga diqqat qilaylik. Sirtdan mal solgansiz boshdan ochmang shu kunlik do'konni. Ochmaylik. Beka bu bizga ham yaxshi emas, bizning markamizga ham yaxshi emas. Bu uchun biz shu e'lon tashviqotini beryapmiz. Masalan, Subijan lavhiylar ochdi bizning do'konni, mushlar bizning malning sifatiga qarab, voy bu rost azankan 3 qo'yga sifatlikkan deb ochdi. Agar undaq azam mallarni qilgan bo'lsak, bu lavhiymi o'ziningki yurtiga hargiz buni ochmaydi. Chunki xalqning oldida ya qarab qoldan shubha solmaydi. Voy bu 3 qo'yga bundaq narsa sotadi ekan degandek. Shuningga hamda lavhiy masalan bizning e'lonlarni har qanday vaqtni ayt yaxshi qilib beradi. Shunga ham lavhiy ishini bizning do'konni ochganlar bor. Shunga ishondikmi, cho'qim to'liq mangu ishinib ketmasakmi, cho'qim oz degan 6 oydan 1 yil atrofida cho'qim ishonishimiz kerak.
Vaqtcha siz mu tajribalik bir do'konchi bo'lasiz. Shunga bizningki Akukula Ushko'yliq do'konimizni ichib, boshqa yerdan sirtdan mol silib, bundaq taraqqiy qilgan do'kondan birsimi yo'q deya olayman, Pul kesib tep ketganlar. Yo'q. Yo'q, shu pul tep ketganlar yo'q. Yo'q, qat'iy. To'g'ri. Yeni birda mashta do'konni ichib, Ushko'yliq do'konni ichib, o'sha Akukula Ushalik do'konini ochgandan keyin hamda pulvalari boshda xalqning gapiga kirib ezib ketib, bir dummi tushdi. Pulvallar olib qolsa, yeni qaytadan pul chiqarib nomaqulib men xato qildim. O'ngshiloladi. Navbat kerak, buningdan 50 ming, aningdan 40 ming, maningdan 1000 koy, aningdan 40 koy pul olib ichib olganlar. Bir yiqildi. Chiqamaydi. Ikkinchi qaytimliq hamda qayzini qaytaramdi, yo yeni bir boshqalardan qaytarib yana ochamdi, yiqilib qoladi. Shaxsan o'ylig'inim mashtaq hamda. Shunga mushu do'konga ishinib ochgandan keyin, mushu Akukula degan mushu markaga ishinib qolgandan keyin boshqa yerdan mal ko'gazmay, ammo mushu shirkat ishinib tangminglar. Hamma ochgan do'konning har bir do'konga birdan adam shipinlayotgan yedi. Ko'z to'p ha, ma'manda mana deb ko'z to'p shipinlayotgan yedi qilib turib sizlarga mal ko'gazib turyapti. Shunaqa. Ya'ni shuningda hamda qog'ini o'zinglar bilinglar, biz mushinchilik deyli. Hamda qaqsam mening satga qolib kelib ketdik hozirroq. Şunu bo'lmasa shu siz taqaysiz, yana ochimiz taqiladi, yana ochimiz. Bundaq bo'laversa, yaxshi bo'lmaydi. To'g'ri. Siz taqaysiz, haq ochidi, haq pul tep ketgandan keyin siz degan amal yo'q. Ya'ni shu pulni ham bizga ishinib ichib, u pulni boshqiltib batidi hozir. To'g'ri. Shunga mushtariylardan diqqat qilaylik. Subijan mana bizning do'kon ochqali hozir 1 yildan oshdi. Yaxshidi? Yaxshi bo'lyapti. Obdan bo'lyapti. Davomli kengaytimiz yana. Yana cho'ngiltimiz. Men ham Akukula 3 yillik do'koni deganda Akukula 3 yillik ko'rgazma alqamoqchimiz qoldi. Hozir shu moda qilyapmiz shuni. Hamma Shu yaxshi. Subijan jiq berib-atqashqa ichilish marosimlariga qiziqish yuqori hozir. Rahmat. Bu malning sufati yaxshi bo'lgandan keyin, u Subijanning toza ishi yo'q. Mal yaxshi bo'lgandan keyin yana ikkinchi qaytimli xuytoka keladi yana. Yeni davomli oshmoqchi bo'lsanglar, bizni izlasanglar bo'ladi. Ichilish marosimlarini biz hammamiz tang berib, aqsa, godang biz ichib berib, sizlarni bir ishlaringlarni sizib mishadman deb mangdirib qo'yib, ondan qaytamiz.